Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh, hurmatli obunachilar. Mana bugun sizlarga sehrli shamollashga qarshi giyohimni tanishtirib o'taman. Bunda yarim kilo asalga 30 gram kurkuma, 30 gram dolchin, 30 gram zanjabil va 2-3 gram atrofida qora murch solingan. Mana shunday holatga keladi. Buni bir choy qoshiqdan yeb, orqasidan 200 mg qaynagan suv ichsangizlar bo'ladi, yo qaynab iligan suvga bir choy qoshiqda aralashtirib issiq ichsangizlar ham bo'ladi. Ichgandan keyin обязательно ko'rpaga nimagadir bir o'ranib yotish kerak. Obunachilar, diqqat qilyapsizmi? Buni 2 mahal, iloji bo'lsa 2 mahal yoki bo'lmasam kechqurun 1 mahal qilsangiz ham bo'ladi. Davolanish jarayonida oyoqlaringizda 3 kun 4 kunda bir vanna qilishni ham tavsiya qilaman. Shunda kasal bo'lmaysizlar. Fikr va mulohazalar bo'lsa kommentariy ochiq. Sog' salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan Barber Saidjon.